Endi shakari umuman yo'q shirinlik bor bu yerda va shakari bor, semirtiruvchi qandli diabetlarga yoki semiz dieta qilayotgan insonlarga mumkin bo'lmagan shirinlik ham bor. Va dieta qilayotgan insonlarga bemalol yesa ham hech narsa bo'lmaydigan, na insulinni, na glyukozasini oshiradigan shirinlik ham bor. Xo'sh, qani. Hozir bilib nima ekan bilishim kerak. Ha, yo'q, bilavering nima ekaningizni. Bemalol. Bu. Qaysi biri yoqdi? Burgerni xolis ayting, qaysi biri yoqdi mazasini, shirinlikni ham. Burger, xo'p. Buni qanaqadir mazasi yaxshi, mazasi boshqacha. No, go'shti bir xil ikkalasi. Go'shti bir xil. Lekin bu xamir dedingiz, men to'g'risi xamir deb o'yladim. Xamir emas ekan bu o'z aslida. Shirinlik zo'r ikkalasi ham. Shirinlik zo'r. Men ko'proq bu yoqdi. Endi to'yimli, to'yimli emasmi? Hali men bilmayman. Men ko'p yeganman. Yeb qo'ysangiz bilib olasiz, oxirigacha. Nima olib kelsam bu? Ha, olib ketsangiz bo'ladi. Bu? Rahmat.